Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men urolog androlog shifokor Allayorov Javohir. Bugun sizlar bilan tez hojatga borish to'g'risida gaplashamiz. O'zi necha marta sog'lom odam hojatxonaga borishi kerak? Qachon biza buni hojatga borishni ko'p kasallik deb hisoblaymiz? Qachon bu normal holat hisoblanadi? Tez hojatga borish meditsinada asosan giperaktiv qovuq sindromi asosida yuzaga keladi. Ya'ni bunda qachon buni kasallik hisoblanadi? Qachonki agar bir sutka mobaynida, ya'ni 24 soat davomida bemor 8 martadan ortiq hojatxonaga boradigan bo'lsa, demak bu tez hojatxonaga borish muammosi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda poliuriya bo'lishi mumkin, palakiuriya bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Endi tez hojatga borish demak 8 martadan ko'p bo'lishi kerak ekan. Demak buni o'zi qanaqa sabablari bor, nimalar hisobiga bemor hojatga tez boradi? Demak, buni sabablarini birma-bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda albatta qandli diabet kasalligi. Qandli diabet kasalligida buyraklar tomonidan glyukoza miqdori ko'p miqdorda chiqarilganligi uchun ham glyukoza o'zi bilan suvni biriktirib oladi va bemor 8 martadan ko'p hojatga borishi mumkin. Bitta aniq belgili joyi mavjud, ya'ni CD yo'llaridagi holatdan. Qandli diabet bilan hojatxonaga borishda bemor har borganda 300 gram, 400 gram, 500 gramgacha hojat qiladi. Ya'ni hojatni, sidikni hajmi ancha ko'p hisoblanadi. Bundan keyingi sabablari bu qandsiz diabet hisoblanadi. Ya'ni qandli diabet bor, qandsiz diabet bor. Qandsiz diabet bu organizmdagi antidiuretik gormon bilan bog'liq muammo hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni buyraklar filtrlash qobiliyati o'zini funksiyasini yo'qotganligi hisobidan juda ham ko'p miqdorda sidik ajralib ketadi va hatto bu yurak yetishmovchiligida ham xuddi shunaqa holat kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari tez hojatga borish ayrim holatlarda yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklarida yurak faoliyati kuchsizligi sababli organizmda suv ushlanib qoladi va ma'lum bir kunlar o'tgandan so'ng kechqurun, kunduz kuni davomida bemorni tez hojatxonaga borishi mumkin. Tez hojatxonaga borish eng ko'p holatlarda urologik kasalliklarda uchraydi. Urologik kasalliklardan asosan CD yo'llaridagi yallig'lanish holatlari, ya'ni shamollash holati. Masalan, qovuqda bo'lishi mumkin, prostatada bo'lishi mumkin, qovuq bo'yinchasida bo'lishi mumkin. Bu yerda bemor 8 martadan ko'p hojatxonaga boradi, ammo borganda har safar ozginadan hojat qiladi. Ya'ni 50 gram, 100 gram, 150 gram. Bundan tashqari urologik kasalliklardan prostata bezi adenomasi, prostata bezi raki, qovuq o'smalari, qovuq rak kasalliklarida yuqoridagi holatlar kuzatilishi mumkin. Tez hojatxonaga borish ayrim holatlarda nevrologik kasalliklar hisobidan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni umurtqa pog'onasi kasalliklarida, miyasidagi keng tarqalgan skleroz kasalliklari, ya'ni bundan tashqari nerv tizimidagi turli xildagi stress kasalliklarida yoki psixogen polidipsiya kabi holatlar bilan bog'liq bo'lgan tez hojatxonaga borish holatlari ham kuzatiladi. Ya'ni bunda tekshiruvlar qilganimizda CD yo'llarida yoki boshqa ikkilamchi yuqorida sanab o'tgan holatlar kuzatilmaydi, ya'ni normal chiqadi analizlar, lekin bemor tez hojatga boradi. Ayrim holatlarda tez hojatga borish bu qovuqni hajmini kichirayish hisobiga bo'ladi. Qovuqni hajmi surunkali shamollashlar hisobiga kichrayib ketadi. Masalan, surunkali shamollash hisobiga qovuqning kichrayishi ko'pincha tuberkulyoz kasalligida uchraydi. Ko'pchilik biladi, tuberkulyoz bu yuqori nafas yo'llaridagi kasallik, ya'ni o'pkani zararlaydi deb hisoblashadi. Ammo tuberkulyoz sidik yo'llarini ham zararlashi mumkin, aynan qovuqni va qovuqni hajmini kichraytirganligi hisobida qovuqda 50 gramgina CD yig'iladi yoki 100 gram CD yig'iladi va bemorni tez hojatga yugurtiradi. Yuqorida sanab o'tganimizdek, har bitta muammoni aniqlab olgan holatda mana shu tez hojatga borish kasalligidan qutulsa bo'ladi. Demak, bu uchun qanaqa tekshiruvlar qilinadi? Albatta, sidik yo'llarida shamollash bormi, yo'qmi, sidik tahlili, prostata sekreti tahlili, sidik yo'llarini ultratovush tekshiruvi, qondagi qand miqdori, agarda polidipsiya bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha ravishda nevropatolog, psixiatr ko'riklari ham hatto kerak bo'lishi mumkin. Agarda qandli emas,
qandsiz diabet holati bo'ladigan bo'lsa, endokrinolog ko'rigi ham zarur bo'lishi mumkin, chunki u gipofizda ishlab chiqariladigan antidiuretik gormon bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Bemorlarimizda yuqoridagi sanab o'tgan tekshiruvlarni qilib, aynan muammo nima hisobidan paydo bo'layotganligi aniqlab olinadi va hal qilinadi. Masalan, shamollashlar, qovoqda turli xildagi hosilalari, prostatadagi hosilalar mavjud bo'lsa, buni urolog hal qilib beradi. Deylik, sahr hisobiga agar tez hojatga boradigan bo'lsa, endokrinolog shug'ullanadi bu kasallik bilan. Agarda hamma ko'rsatkichlari yaxshi chiqadigan bo'lsa, urologik biza tekshiruvimizda, bo'lmasa ayrim holatlarda bemorni nerv tizimida bog'liq bo'ladigan muammolar bo'lsa, nevropatolog yordami kerak bo'ladi. Agarda sizda yuqorida sanab o'tgan muammo uchrasa va bu kasallikni aniq tashxislamoqchisiz, bunga aniq yechim qilmoqchisiz, bizning klinikamiz Vatan tibbiyot markaziga murojaat etishingiz mumkin. Biz albatta bu kasalligingizda yechim qilib beramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llash uchun like bosing va videoni tarqatishni unutmang.